Şu qarz elib uy setib olishni bahona qilib, ballarının dadısı bilan rasmiyatga ajrashib ketgan bu cho'kan. Hamma ish bitgandan keyin, hamma yerni o'ylin o'ngshab bo'lgandan keyin oxirchi degan vaqtda rahimsizlarcha şu mehribon, oqko'ngil yosh erni uydan qo'g'lab chiqarib etdijima. Mushuning oqisida haqiqiy bo'lgan hikoyalar bor. Hayron qolasiz, mushundaq ishlar borjima jamiyatda. Ya'ni nima degan vaqtida ma'lum bir chat sahroyizda bir qiz bilan bir o'g'il bo'lgan ekan. Bular kichigidan tortib qo'shnimaldiki, o'g'il shu qizdan 5-6 yoshlar chamisi cho'ng ekan. Demak, shuning do'stumchi degan vaqtda bu qiz ayni chaqda o'zining dadasining mayti zo'ravon, mushundaq aysh ishrat kayib sapa yo'llarni mangadigan, onasini halida uradigan, mushtaq nachar mijozlarning borlig'ini bilib, cho'ng'sam cho'qqum oqko'ngil, aroq sharab ichmaydigan, nashaya yo'llar mangmaydigan o'zimdan cho'ng'usi mushtaq bolalar, yavash bolalar to'y qilma deb shu niyatlarni o'ziga pikkan ekan. Demakchi degan vaqtida bu yaxshi arzu, armon tilaklarimi amalga ishibdi. Shu o'zim 5-6 yosh cho'ng bo'lgan, aysh ishrat kayib sapa, kaskama so'rinlarni jumaydigan mushundaq bir bolaga yotliq bo'pti. To'y qilibdi, bir necha yilgacha bir ishga ballaqmi bo'pti. Demak, bu qizvalning azaldan o'zining nihoyat jinova, jalliq, har qanday bir ishni qila oladigan mushta bo'g'ashqa har holda bular ikki taraf tangtirishib turmushini ritmi selyapti. Demek şu ündidar süpsi, doyun süpsi, kayşu deysiz, mushundaq taraqqiyotlar, ishqir ülkelerden bizdeki dağlıq kişilerninki ikirgen xilma-xil mahsulatları sebebinden nurgulluğun faaliyetlerine qatnashib şu yerde ma'lum bir şirketning mahsulatını tutup, şunu şu özünün canlılığı, tetikligi, ündidar süpsida, doyun süpsida, muşta setiş arqılı nurgulluğun iqtisadi qimmatlarni yaratibdi. Demakchi degan vaqtida pul topgandan keyin ishqir o'lkalarning hamma yerlarini ko'rib kelibdi. Shu ishki bolaga shu yo'ldosh uyda qarab qolgan bo'pti. Nurg'unlagan isil tabiqalik odamlar bilan uchrashgan bo'pti. Ko'zlari ichilib ketibdi. Shuning bilanchi degan vaqtida bu sahroda yurayvergandan shahardan uy olayli debdi. Lekinchi degan vaqtida er ayol ikkisining nomida uy elish uchun çoqqumuş inovat yaxshi bo'lish kerak. Hamma nima banki inovat yaxshi bo'lish kerak. Lekin yo'ldoshning oz to'la inovat masil bo'lganligi sababidan shu oilaga hamda daykan elib, mal yo'qib, bu qilish jarayonida banki qazib qolgan. Demak, qazning ustiga qazbamaganligi uchun rasmiyatga ajrashib ketib, uyni ap bo'lgandan keyin, ya'ni yenishib olsaq bo'ldi deb shu yo'ldoshini shunda deb bir uyni opdi. Demak, qartam hechnimiz yo'q uydan birini elib, bu shu qiz o'zining nomida amaliyatda qizil qog'ozni seri qilib bo'lgan gap. Demakchi degan vaqtida mushu uyni jongshu qilish uchun saq 3 oy vaqt ketibdi. Bu odam ishla, mushu bu bola. Shu butun yo'langvandan jongshu materiallarini murisiga atib akib shu uyning ishini qilib, oxiri bu uyni villa deylik do'yinda so'zlab chiqayotgan chiroyli uylardek uy qiyofatiga keltiribdi. Demakchi degan vaqtida azaldilla onasi bularning turmushiga aralashadigan bir azazil beşen bir anası oğanlık için halis menin kızım pul tapkan, menin kızımның minçilik pulu var, menin kızım bu qaşqamış öylemeşinçilik, menin kızımның öyi deb pat bularning turmushlariga aralashib bilib, mushu kuyovg'ilni evatgan chimaq qatachiliq ko'may halis zardisiga tegib, oxiri shu degan vaqtida bu qizma bu eridan sen aqayqay, men ani qilib bersam aqdi ko'kdi deb mushundaq batnomlarni chaplash orqali oxiri mushu baldan ajrashib ketibdi. Demakchi degan vaqtida bütün maqsadingga yetib olib, o'zi uyini og'zib olib, mushu japa qulning o'rnida ishiltib olib, oxirsi bir tepiq bilan Allah'ın burun rasmiyatga qizil qog'ozni seri qilib turib uy olgan. Bo'lmasa alomatdi, shuningga ma'qul degan 3-4 ta uyni jongshu o'qigacha atishakdek ishlab ma'qul xotin bo'ldi degan. Ya'ni shu ikki farzandga ona qilgan shu balani rahimsizlarcha shu uydan qo'g'lab chiqarib etgan hamda bu bola chat sahro yisiga deki şu bir qarang'u makoniga ketgan. Endi bu qizning oqibati qanday bo'ldi desangiz qarang. Mushu dunyoda ayol kishining ko'z ish tutmaydi juma, esingizda bo'lsin. Er kishining ko'z ishi yomon. Burunlarda ayollar qarlangan bo'lsa, hozirgidek ma davrda erlarma nurg'un yerlarda, kishilar yo'q yerlarda ochiq aroqlarni, ochiq tamokilarini chekadigan, anındaki ahu feryatlan uradigan mush erlama qarnib ketib bardi. Nimishga degan vaqtida nurg'un turkumlab ayollar pul topdi, jamiyatning taraqqiyoti uchun, yaxshi bir oilasining taraqqiyoti uchun to'p qo'shyapti. Ammo azroq bir taqdir quva, azroq bir ishni qilib pul topgan ayollar degan vaqtida
Men tapqan pul mening pulim, sen tapqan pul uyning puli deb o'zining puli mushtaq bo'lib, o'zining a'lariga mushunda xayrandilik qilayotganlarmi oz emas. Hammasi unda emas. Şunlaşqıçı degan vaqtda oxir nima bo'ldi desa, shu bolaning ko'z yoshlari, ahu faryotlari dengiz ulab, bu yoqni g'arq qilish tarafiga nurg'unlagan mashta ahvollar bo'ldi. Nima bo'lyapti? Yillar o'tdi, oylar o'tdi, necha yildan keyin Jakang deysiz, yana bir kasalliklar deysiz, ayollarning ig'irmish bolayotgan deysiz, mushta xilma-xil kasalliklarga mubtalo bo'lib, chek-cheklar oq kirib ketdi. Yo'qdingizmi? Nimishga aytsangiz, al-qisosiy cho'qim bir odamning ko'zidan oqqizgan yosh shuning ahu faryotlari qalsangiz hamon bir kuni dengiz bo'lib, mushu sizni g'arq qilib o'tib ko'ydirib yetdi. Bu bir haqiqat. Demakchi degan vaqtda mana o davlatlarimi, boyliqlarimi yildan yilga iqtisod chekinyapti deydi, o deydi, burunqindak to'r sodisi yana bir nimalarmi ahmasib qoldi. Shunlashqa hammamiz qandaq holatda, qaysi vaqtda, qaysi kunga qoldig'imizni bilmaymiz. Bu davlat senda emas, bu mehnat kimda, menda deb, kimda deb. Mushu dunyo bir umr biz uchun bo'lmaydi, balkim dunyoni sinash uchun berayotgandi. Agar siz pul tepib ketib qolgan bo'lsangiz, shaxsan men o'zimni desam, men pul tepib yaxshi yashayotgan bo'lsam, birsi ota-onamning roziligi, ikkinchisi degan vaqtida keng xalqning qo'llashi, menga ishonch. Uchinchisi balkim mening topgan pullarimning berkitiga sabab bo'lgan oiladagi ayolim bo'lishi mumkin. Chunki men oilaga kirgan vaqtimda issiq bir choy, men yeymaydigan taom, pokiz oila muhiti, yoqamni kirqimay şu ayol men chiqib ketgandan keyin yaxshi tilaklarni tilab, bugun erimning ishlari barakatlik, yurish ko'p ketsin, bizga bir xotirjamliklar bo'lsin degan bo'lishi mumkin. Shu sabab men pullarni tepib ketib qolgan bo'lishim mumkin. Chunki birsiga ota-onamizning oliy tilaklari, yana birsiga ko'ngli oq ayollarimizning, ojizlarimizning ayollarga nisbatan shu mehribon, oq ko'ngil, yavash bo'lsin shu ayollarning oliy tilaklari sababidan bizning ishlarimiz o'nib ketib qolganda, hargiz kerakda bütün iqtidor, bütün kuch-quvvat mening sababimdan, men tirishqanligim uchun demang. Oilangizda xotirjamlik bo'lmasa, oilangizda inoqlik bo'lmasa, oilangizda bir kulki ovozlari, muhabbat, mehrli kulki ovozlari, inoqlik kulki ovozlari bo'lmasa, siz taloqqa chiqib qanday pul topa olasiz, xotirjam bo'la olasiz? Mana 13 oyda dadam og'irdi, ayolim uydagilar og'irdi, bo'yindan ajrab ketmişda, jiq ishlar bo'ldi, ko'ngilsizliklar bo'ldi. Doktorxon bilan oilaning o'ttirlig'i bo'ldi, ko'nglimizning aromi yo'q. Shu sababchi degan vaqtda bizning tijoratlarimizmi oldingi oylar qaraganda yurishmidi, mangmidi? Nimishga degan vaqtda shu oila xotirjam bo'lsa, biz tijorat qilamiz. Oilani xotirjam qiladigan bir siz ish emas. Bütün bir oila kishilari ota-onangizdan tortib, mehribon ayolingizgacha, yo'vash ahko'ngiz yo'ldishingizgacha mushular sizga ha-hu deyishib, siz ming iqtidorlik sunuk olib ketsangizmi, shular sizning oqingizda turib, sizni qo'llab, quvvatlab qilmasa, siz yana baka. Shuning uchunchi degan vaqtda mushu yaxshi kunlarni ko'rgan vaqtimizda, yaxshi bir manzillarga erishgan vaqtimizda, bizga eng jafoliq vaqtlarimizda, qo'llarimizda yo'q vaqtlarda bizga hamroh bo'lgan mayli yo'ldishimiz bo'lsin, mayli ayolimiz bo'lsin, mushularning cho'qim qadr qimmatini qilayli, yili-mikir nayranglarni o'ynab, mushundaq yog'andan ajrashib, uy vaqticha, yana bir nim quvag'icha, ya mashina vaqticha ajrashib bo'lgandan keyin hammaning o'zining dandu nomi bo'ldi, yana mushundaq bir tiku yili nayranglarni o'ynab, mushta o'zaro bir-birimiz qopqon qurdiq degan gap oxirsida po'xtin sisiq pittin qar holatda o'lmasdan turib, bosh qilgan xatoliklarimizningki jazosini tatmasdan turib, siz bilan biz bu dunyodan xo'shlashmaymiz. Shunga mushu bir hikoya hammamizga tarbiyaviy ahamiyat bo'lib qolsa deb o'ylayman. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidor ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.